O'sha vokzalda ko'rishib qoldim. Chegarada ishlaydigan bolalar bilan hazillashib gaplashganimizda snayperchi bolalar bor ekan. Aytib berdim-ku, qoraga bekinsak ishoning topolmaysiz javob deyapti. Xursand bo'ldim. Snayperchi ko'rinmaski, qumda qum, shag'alda shag'al, ko'katda ko'kat bo'lib ko'rinadi, to'g'rimi? Bir ikkita bola aytib berdi, tog'da isiriqni ko'rib xursand bo'lib, isiriq uzib to'plab eng tushib ketayotsa deydi. Ishonsangiz deydi, yonimdan bitta narsa ko'tarildi deydi. Jonim tushib ketaydi deydi. O chegararoq joyga borib qolishgan ekan. O bittasi bor ekan aytdi, qani, o'sha yerda isiriq yulganman deydi. Xursand bo'ldim. Mana o'sha bola o'g'lon bizning o'g'lonimiz. Mana bas, O'zbekistonda o'g'loni. Kimdir bolasi. O'sha yerda 12 soatlab qimirlamaydi. Qimirlash mumkin emas-da. Shularni duo qilmay kimni duo qilamiz biz? To'g'rimi?